kayfiyatda uyg'onish uchun ertalab, muhabbatga ko'mib tashlang erkalab debdi. Boringlarga shukr, Namanganim ayollari, voy sog' bo'ling. Baraka toping, rahmat. Gulixonim, umringiz uzoq bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin, singlim, baraka toping. Fursatdan foydalanib, bugun tavallud kuni, ajoyib shoira qizimiz. Bitta qarsak bilan tabriklab qo'yaylik. Habib Sa'dulla haqida she'r yozdim dedingiz-a? Aytib bera olasizmi hozir? Telefoningizni qidirib topasizmi? Hozir hammaniki telefonda bo'lib qoldi-da. 2 minut? 2 minutda men ikkita askiya aytaman, Guli. Bitta she'r eshitamiz, qani marhamat. Habib Sa'dulla haqida deb qarang, xotira kunga kelibdilar-da endi. Avvalambor assalomu alaykum, aziz namanganliklarim, aziz konsert tashkilotchilari, barchangizga. Mana shu yerda yig'ib turgan sababchimiz mana Iskandar aka Hamroqulga. Ilohim, niyatlarim shuki, elni hech qachon xizmatidan charchamang. Allohim kuch-quvvat bersin. Men shu narsani kuzatib turibmanki, ustozdan o'tmagan shogird emas deyshadi. Hozir ustozdan o'tgan jihatlaringizni ham ko'rib turibman. Alloh umringizni uzoq, rizqingizni baland qilsin. Ustozimiz Habib Sa'dullani ham juda ko'p kitoblarini o'qiganman, ustozim deb hisoblayman. Ularga javob she'rim bor, ko'changizdan o'tgan jonon deb boshlaganman. O'qib beraman. E'tibor uchun rahmat. Ko'changizdan o'tgan jonon biling atay o'tar edi. Devor osha bo'ylab boqishingiz kutar edi. Ko'nglingizdan o'tganlarni ko'zlaringiz sotar edi. Tan olmaysiz nigohingiz unga gaplar otar edi. Sallonalab ketdi jonon, qoldi mushku anbar hidi. Mushku anbar hidi birla yoqdi sizga jonon dedi. Mast bo'libman jamoliga devor osha boqardingiz. Aytolmasdi sizga jonon, siz ham unga yoqardingiz. Vaqt har nedan ustun ekan, o'tdi shunday ajib damlar, endi jonon sizni eslab armon bilan ko'zin namlar. Ko'changizdan o'tgan jonon biling atay o'tar edi. Ustozlarimizning oxiratlari obod bo'lsin. E'tibor uchun rahmat. Bugun Iskandar mana barcha o'tgan ustozlarni esladik, ularni repertuarlaridan xalqimizga qo'limizdan kelgancha ijro qilib berdik. Menimcha konsertimiz, kechamiz hammalarga ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. Nima dedingiz? Iloho shunday bo'lgan bo'lsin. Mana ustozlarimiz yana bir aytaman, barcha o'tgan ustozlarimizga Allohim rahmat qilsin, oxiratlari obod bo'lsin va eng muhimi mana shu xalqimiz baxtimizga sog' bo'lsin.